bugungi darsimizda tahajjud namozini o'qish tartibi bilan batafsil tanishamiz. Kechasi bir uxlab turib o'qiladigan namozga yoki xufton namozidan keyin o'qiladigan har qanday namozga tahajjud namozi yoki qiyom namozi deb ataladi. Tahajjud namozi nafl namozlarning eng afzali hisoblanadi. Tahajjud namozini o'qish uchun birinchi navbatda xufton namozini 4 rakat farzi va 2 rakat sunnatini o'qish kerak bo'ladi. 3 rakat vitr vojib o'qilmaydi. 3 rakat vitr vojib keyinroq o'qiladi. Endi xufton namozini 4 rakat farzi va 2 rakat sunnatini o'qib bo'lganimizdan keyin bir uxlab turish kerak bo'ladi. Chunki boy ta'rifda ham aytdik, tahajjud namozi deb bir uxlab turib o'qiladigan namozga tahajjud namozi deyiladi deb aytib o'tdik. Agar masalan uxlagandan keyin men turolmayman desa, ya'ni turishiga ishonmaydigan bo'lsa, xufton namozidan keyin ham tahajjud namozini o'qisa bo'ladi. Lekin eng afzal vaqti bu bir uxlab turgandan keyin o'qish vaqti hisoblanadi. Oxirgi vaqti qachongacha deyiladigan bo'lsa, oxirgi vaqti bomdod namozi kirish vaqtigacha o'qisa bo'ladi. Qachon o'qilish haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi rakatlari haqida tanishsak. Tahajjud namozi eng kami 2 rakat o'qiladi. 2 rakat xuddiki bomdod namozini 2 rakat sunnatiga o'xshab boshdan oxirigacha ichimizda o'qisak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bomdod namozini 2 rakat farziga o'xshab ovoz chiqarib o'qisak bo'ladi. Buni yana hozir videoda ko'rsatib beramiz. Xo'p, eng ko'pi esa 8 rakat o'qiladi. Eng kam 2 rakat ekan, eng ko'pi 8 rakat o'qilar ekan. Biz buni yangi o'rganuvchilar uchun qiyinlik bo'lmasligi uchun 4 ta bosqichga bo'ldik. Ya'ni shulardan bittasini tanlaydilar. Xolasalar 2 rakat o'qiydilarda, 3 rakat vitr vojibni ham qo'shib o'qib qo'yadilar. Xohlasalar 4 rakat o'qiydilar, 2 rakatdan qilib, keyin yana 3 rakat vitr vojibni qo'shib o'qib qo'yadilar. Yoki bo'lmasa 3-bosqich tanlasalar bo'ladi. 6 rakat o'qiydilar 2 rakatdan, keyin 3 rakat vitr vojibni o'qib qo'yadilar. Yoki bo'lmasa eng ko'pi 2 rakatdan 8 rakat o'qiydilar va 3 rakat vitr vojib namozini o'qib qo'yishlari kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, yuqoridagi holatdan faqatgina bittasini tanlab o'zlariga ma'qulini o'qishlari kerak bo'ladi. Endi qanday o'qishni video rolik orqali ko'rsatib beramiz. Niyat qilish. Qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi tahajjud namozining 2 rakatini o'qishni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi. Allohu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Shu bilan siz tahajjud namozini 2 rakatini o'qib bo'ldingiz. Xohlasangiz yana shu holatda xuddi shunday 2 rakatdan 8 rakatgacha jami o'qishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa shu holatda tugatsangiz ham bo'ladi. Endi masalan yana o'qiysiz 8 rakatgacha. Agar o'qimasangiz shu holatda tugaydi. Endilikda 3 rakat vitr vojib namozini ham o'qishingiz kerak bo'ladi. 3 rakat vitr vojib namozini qanday o'qishni ko'rsatib beramiz. Xufton namozining 3 rakat vitr vojibi. Asosiy tushunchalar. Birinchi, vitr namozi boshidan to yakuniga qadar ichimizda, ya'ni ovoz chiqarmasdan o'qiladi. Ikkinchi, uchala rakatga ham zam sura qiroat qilinadi va 3-rakatda zam suradan so'ng Allohu akbar deb qo'llar ko'tariladi va yana qo'llar bog'lanib qunut duosi o'qiladi. Hozir esa shularning hammasini videorolikda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Niyat qilish. Alloh roziligi uchun qibla tomonga yuzlanib, bugungi xufton namozining 3 rakat vitr vojibini o'qishni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi.
الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.